Jurtni tashlab ketding deb ranjima yurtdosh. Yo'q yurtda yursammu men sana muhtoj. Jurtni tashlab ketding deb ranjima yurtdosh. Yo'q yurtda yursammu men sana muhtoj. Meyli qancha büyük pelle çoğuğa yetey. Şinanla men berber jutumğa muhtaç. Meyli qancha büyük pelle çoğuğa yetey. Men berber jutumğa muhtaç. Rancimenglar el abine dostlar sinip baş. Kiçigimden hoşna hem kurdaş. Rancimenglar el ağine dostlar siniptaş. Kiçigimden billa özgen hoşna hem kurdaş. Ağaçı gülep kozigini taparmış bir gün. Yeklimege meni hem bulsam mı ben baş. Ağaçı gülep kozigini taparmış bir gün. Yeklimege meni hem bulsam mı ben baş. Sergerdan bu ana jutun jursam mı bileyik. Jut işkıda köyer haman teşna bu yürek. Sergerdan bu ana jutun jursam mı bileyik. Jut işkıda köyer haman teşna bu yürek. Siler aman jutum aman hey qirindaşlar. İtinlar çok qirindaşlar boşqina kerak. Siler aman jutum aman hey qirindaşlar. İtinlar çok qirindaşlar boşqina kerak. İtinlar çok qirindaşlar boşqina kerak. Şarkı Türkistan'ın Aratürk nahiyesinde, Qumul vilayeti qarashli Aratürk nahiyesinde 1968 yılı tug'ilgan. Şu apam o'rta maktab o'qituvchisi Ziyodiydi, o'rta maktab o'qituvchisi.
Dadam hökumet xodimidi. Shu bir ziyoli oilasida tug'ilgan. Men 1-sinfdan 8-sinfgacha Qumul viloyati Artürk naisi şeyde bütlədim 8-sinf bitirib. Ondan keyin Qumul viloyatlik 1-ci o'rta maktab kelib 85-yil o'rta maktab bitlədim. Bitəgəndən keyin meni şu Xitay Jungo'nun hamda Şanghaydakı Şərqi Jungo Pedagogik Universiteti Xuadong Fəndaşı degan maktab bor. Shu yerga biologiyaga qabul qildi. Qabul qilish ham Shanghayga berishdan burun bizning bu Xitoychimiz ancha yaxshi bo'lmagandan keyin Urumchida 2 yil endi Xanzochi o'rganishga to'g'ri keldi. Sanoat shu yerda qo'yamiz aşağıdaki. Shu yerda 2 yil tayyorlik kursini o'qigandan keyin 87-yil 9-oyda shu Shanghayning Xuadong Fəndaşı degan maktabga berib, biologiya kasbi bo'yicha 4 yil bakalavrlikni shu yerda o'qidim. Hem 91-yili g'alabalik bitirib bakalavrlikni vatanga qaytib keldim. Biz bu çağlarda endi Uyg'urlarning ichidagi ziyolilar az bo'lganligi uchun xizmat tepish bek tez kelmadi. Bir ay jarayonida xizmat izlash jarayonida oxir men shu atalmış hamda Jungo Pella Akademiyasi Şinjan sho'bisi shu yerdagi biologiya tuproq o'simliklar tadqiqot o'rniga bir yordamchi tadqiqotchi qatorida shu yerga qabul qilindim. Hem aşağıda 1991-yildan 95-yilgacha 4 yil aşağıda işledim. Askarga kichik vaqtingizni eslagan vaqtingizning o'zida mushtaq uyning maktabning qanday sharoitlarda o'qiyotdingiz? Chinchilikmidi, kangirchilik vaqtmidi? Ash davrni biroz so'zlab beramiz. Biz o'qigan chaqlarda bütün açı Xitoy bo'yicha sal qiyinchilik vaqtlarda o'qigan. Hem yazning kuni qo'noq un yesak, qishning kuni oq un yeydik. Hem de bizden Artürk nahiyesi bir çarvchilik, dixanchilik yarım 50% bir nahiye. Şu hamda o dixanchilik ziraatlari kamchil bo'lsa-mu, lekin ayvay vallah qo'y kala deganlar sal mo'lchilikdi. Ashuna bo'lgandan keyin biz asosan hamda archarchilikniki da'din totmadik, ammo lekin qiyinchilikdi. Hozirgi o'xshash azodi sharoit chiqsaqlar biransini ap yalaydigan undaq sharoit yo'q hamda. O chaqlarda hech bo'lmaganda hamda yemsakmi qo'ylar, mesela tağdan tushgan qotaz, ashunaqli go'shtlarni yeydik. Endi xallarning endi yaxshiroq bo'lganda shu qishning kuni oqdan yeydik. Yozning kuni zag'irinan yeydik. Lekin endi bakma endi qiyinchilik tat ketmisdik desak bo'ladi. Shu ashunda bir sharoit cho'ng bo'lgan. O'qish sharoitini desam, o chaqlarda nihoyatmi xo'shaldik. Endi biz Uyg'urlar asosan endi nihoyatim xo'shal turmuşlarımız. Bu çağda biz küçük olgandan keyin çoğun cihetki daireki siyaseti okumsakmı? Dairimizde hem de özümüzün öz padişah, öz hoca olup, o çağlarda hem de naidimi, Xitaylarning nüfusu az. Şuna bo'lganda ki Uyg'urlarning hem de yaşash sharoitimi yaxshi. O çağlar küçük olganda çoğun cihetki siyasetini ancha o'qimaydik. Shunaqa o'smirlik vaqtlarimiz nihoyatim ko'ngillik o'tgan. Shu tabiiy hem Artürk nahiyesi bir ikki tog'ning arasıga joylashgan, Tangritog'ning bo'yiga joylashgan bir güzel nahiye. Şu güzel nahiyeniki tabiiy manzarada huzur elib, shundoq keng kushada baxt ichida cho'ng bo'ldim deb o'ylasam bo'ldi. O maktablarda siz o'qigan vaqtlaringizda Uyg'urchalar bormidi, Xitoy tili o'rganamdinglar yoki qanday? Endi biz o'qigan chaqda asosan Uyg'urcha tili o'qitatdik. O chaqlarda endi Xanzochini Xanzochi o'rganish Xanyu deb bir darsni chet el tili ders qatarida 6-sinfdan boshlab o'rganatdik. 1-sinfdan 5-sinfgacha asosan Xanzochi o'rganmaydik. 6-sinfga chiqqandan keyin undan keyin Xanyu deb Xanzochini bir chet el til darsi qatarida o'rgangan. O'rganib shu biz endi 7-sinfga chiqqandan keyin Konyazıq o'zgardi. Asosan shu men 1-sinfdan 10-sinfgacha asosan Uyg'ur tilida o'qidim desam bo'ladi. Endi bizning o'qiyotgan maktabda u chaqda endi Xanzolar bilan Uyg'urlar aralashdik 1-sinfdan 5-sinfgacha. Ular yarim maktabning yarmida sinf bilaslar bo'lsa, bizning sinf faoliyat o'rinlarimiz yarmida. Ondan keyin 6-sinfga chiqqandan keyin biz Uyg'urcha maktablar bilan Xanzocha maktablarni ikkiga ayirib etdi.
Ondan keyin biz özümüz teximli hoşal bir Uyg'ur özümüzning Uyg'ur bolalari, o'chaqlarda az to'liq qozoq bolalar bor, boshqa turk millatlarining o'quvchi bolalari bilan birga maktabda o'qigan, nihoyat ko'ngilli vaqtlardi. Men 91-yili degandek Shanxayda biologiya kasbini bitirgandan keyin shu bir oy xizmat izlash jarayonida atalmish Jungo Palla Akademiyasi Shinjang sho'basi qarashliq biologiya tuproq o'simliklar tadqiqotiga xizmat kirdim dedim. Bu to'rt jarayonda asosan xizmatlar hamda Xanzu millatidan bo'lgan xizmatdoshlarimiz 95%, 5% milliylatdi, uning ichida ham Uyg'ur, Qozoq. Mening hamda bir talaylik yerim bu jihatda bizning 5% shu Uyg'ur milliy ziyolilarning ichida Uyg'urlarning cho'ng pishqadam ziyolilar ko'pdi. Masalan, Toshkentda o'qigan, asosan burunqi Sovet ittifoqidagi maktablarda o'qib kelgan ziyolilar, danglik ziyolilarimiz o'tdi. Masalan, buning ichida Nurnisa Abbay deymiz, Sulaymon akam deymiz. Mushunga o'xshash nihoyatda danglik botanika olimlari, tuproq olimlari, Uyg'urlardan chiqqan suv inshoot olimlari mushlar billa shu Palla Akademiyasida billa xizmat qilyaptik. Ammo shu men ishlagan mush jarayonlarda nihoyatda ko'ngilli deb o'ylayman. Hamda ba'zi siyosiy to'qinishlarni yoki ko'ngilsizliklarni olmaganda asosan hamda shu o'zimning dastlabki shu kasbimdagi yo'l boshlangan chog'da nihoyatda xo'shal bir davrni boshdan kechirgan. Endi u yerda 4 yil jarayonida, ishlash jarayonida men o'zimniki bu kasbiy bilimimning yetarsiz ekanligini bilib, yanama ilgirlash oldida aspirantlik imtihon berib, u chog'larda shu milliylardan aspirant o'qiydigan bolalar sal ozdi. Shuni men his qilib, bir bilimimning yetarsizligini o'ylab, undan keyin aspirantlik imtihon berdim. Aspirantlikqa imtihon berib, yana qaytadan o'tib, yana shu men o'qigan Shanxayga yana baştan başlap yani için aspirantlık o'qishga kirdim 98-yili. 4 yil xizmat qilgandan keyin. 95-yili kirib, ondan keyin shu molekula biologiyasi bo'yicha 98-yili magistrlik unvonini yana shu burun o'qigan ona maktabimda Shanxaydagi maktabni tamomlab, g'alabalik tamomlab, Urumchiga qaytib keldim. Urumchida hamda burungi maktabda burungi idora 2 oy ishlagandan keyin Uyg'ur tibobat tadqiqot o'rnidaymiz. Shuning ham Xalmar akamniki taklif bilan men Palla Akademiyasidagi xizmatimdan istibo berib, Uyg'ur tibobat tadqiqot o'rniga berib, ashada hamda 2 tajribaxona qurdim hamda Xalmar akamning yetakchiligida. Bizning o'choqdagi tadqiqot yo'nalishimiz asosan Uyg'ur tibobat dorilarini hozirgi zaman fan texnikasidan tadqiq qilish, ham Uyg'urlarniki shu uzun ömür ko'rish genini tadqiq qilish. Mush jihatlarda tadqiqot yapmadik. Buning hamda bosh yetakchimiz shu doktor Xalmar G'ofur. Hammalar bilganingdek, hozir Xalmar G'ofur Xitoyning turimizda bo'mg'ur nihoyatda asossiz batnomlar bilan turmada yetyotdi. Shu chog'larda shu Xalmar akam bilan birga tadqiqot qilish jarayonida shu Jungoniki tabiiy fanlar fondidan nurg'ulg'an temalarni oldik. Natijalarimizni nurg'ulg'an jurnallarda e'lon qildik. Hem aşağıdaki atalmış hem de Xitoyniki fan texnika sohasidagi nurg'un yuqori darajadagi mukofotlarga erishdik. Vatanındaki xizmatınız şuna yaxshi yerda ishlaydi ekansiz. Nima sababdan chet elga chiqib ketish qaroriga keldingiz va tunji bo'lib qaysi yo'lga chiqdingiz? Endi men abay aspirantlikni bitirib Uyg'ur tibobat tadqiqoti o'rnida Uyg'urlarga oid nurg'ulg'an tibbiyotga ham Uyg'urlarning geni to'g'riliq nurg'un tadqiqotlarni qildim dedim. Endi bu chog'larda hamda shu tadqiqot qilish jarayonida nurg'un materiallarni o'qib, o'sha chet el, Yevropadagi davlatlarning texnikasining oid kuchlikligini o'ylab, bir o'zimning doktorlik o'qish bir xiyoli istagi botdi chet elga chiqib. Shu istakni qondirish uchun 2002-yili hem uçaklarda şu Uygurlarnınki içinde Xitoy hukumati nurg'un Uygurlarni chet elga chiqib davlat xarajatini chiqarayotgan mezgilda. Hem de mening odatdagi fan texnik natijalarim yaxshi bo'lg'achqa odatdagi xizmat iltimos qilsam, buni Xitoy hukumati qabul qilib qoldi. Shu 2003-yili men birinchi qatam shu Xitoylarniki chet elga chiqish rag'batlantirish ham yordam berish puli bilan Kanadaga Queen's University'ga Doktor Paul Young degan adam professorning qo'liga sayohatchi yoki bo'lmasa visiting scientist bo'lib chiqdim Queen's University'ga Kanadaning Kingston shahridagi. Chiqib u odamning qo'lida shu 1 yil hujayra va molekul biologiyasi fanlari bo'yicha 1 yil ziyoratchi
tədqiqat çöp işlədim. Ondan keyin mən işləş jarayonida bu adamga nihoyatda yaxshi ishlagandan keyin o'zimniki qo'l ostida shu doktorlik o'qish orzuyimning borligini degandan keyin bu odam nihoyatda xushallik bilan mening talabimni qabul qildi. Ham shu yili men o'zim shu Queen's University'ga inglizcha til o'tkildan imtihon berib loyiqlik o'tdim. Ham iltimosimni iltimos qilgandan keyin iltimosimni qabul qilindim doktorlik. Undan keyin qabul qilingandan keyin men vatanga berib u chaqda bolalar bor, cho'ng o'g'il tug'ilgan vaqtda. Shunga men vatanga qaytib ketib, bolalarni uydagilarni olib chiqish uchun vatanga qaytdim. Ham vatanda 6 oy turib, u jarayonda shu bolalarniki ayolimning ishlarini hal qilib, 2004-yili yil oxirisida qaytib chiqib Kanadaga shu Queen's University'da 2005-yili g'alabalik holda doktorlik o'qishimni boshladim. Biz kelgandan keyin tunji qitim hamda vatanda men kichik vaqtimda asosan oliy maktab vaqtimda ruscha o'qigan. Keyin shu Kanadaga chiqishdan burun bir 3-4 oy inglizcha kursga qatnashib, shu yerda inglizcha saviyamni yuqori ko'tarib qolgan. Kelgandan keyin asosan Kanadaga chiqqandan keyin o'qish jarayonida doktorlik o'qishdan aytdim tez, oson emas. Shunga bir tarafdan til qobiliyatimni kuchaytirdim, yana bir tarafdan shu tadqiqot xizmatlarimni boshladim. U chaqlarda asosan shu bir balki jiq ishlarmi, masalan faoliyat bir narsalarmi jiq emasdi. Kingstonda biz faqat bir Uyg'ur oilasi to'q, qo'shimcha faoliyatlarimiz yo'q. Shu kunda qilganimiz shu tajribada tadqiqot ishlash, darslarni o'qish, undan keyin uyga kelib dam olish, shu jihatda shu 5 yil, 6 yil shu taraqqidan aytdim jafoliq o'tdi. Shundan bo'lib men 2011-yili doktorlikni tezisimni g'alabalik tamomlab Queen's University'ning doktorlik shu molekula biologiya va hujayra fanlarida doktorlik unvoni oldim. Eng qiynalgan nuqtangiz nima bo'ldi Kanadaga shen kelgan vaqtda? Endi men boshqa yerda ishlamagandan keyin shu o'qish hayoti bilan o'tgan Kanadam. Shu eng jafoliq kunlar shu masalan doktorlik unvonini o'qiyotgan chog'larda shu tadqiqot temalarini vaqt-vaqtida tugutish, undan keyin bizga hamda bir tushgan bir vazifa bor. 1-yillik, 2-yillik bolalarga, bakalavriatda o'qiyotgan bolalarga dars o'tish bir vazifamiz bor. Ham dastlabki qadamlarda yangi vaqtlarda shu bolalarga dars o'tish jarayonida sal aşağılarda biyaning sharoitlar ko'namayib, bolalarga dars o'tish jarayonida ba'zi qiyinchiliklar shu chog'larda bo'lgan, yoziqchilik, til jihati qiyinchiliklar aşağıda ko'rildi deyman. Ondan keyin u chaqlarda bizning ikkinchi o'g'il tug'ilib, bolani beqish majburiyatimiz bor oilada. Bu ishlarmi bo'ldi. Shunaqa vaqtda bir tarafdan oilani beqish, bir tarafdan o'qish ishlar bo'lgandan keyin mening beshimda o'tgan jafolar asosan shu. Mening Kanadaga kelib hamda 1-yili men bu ziyoratchi tadqiqotchi o'rinda keldim. O çağda balalarım, ayolim yanımda yoktu. Onun üstüne bu çağda Kingston'da abay degende Uygur ailesi yok. Hem yalğızçılık en japalık benim şu zerkişlik aklarım hem de şu çağlarda japatattım. Öyünü sığınış, balalarını sığınış, Irak'taki vatandaki tuqqalarını sığınış. Bazı çağlarda şembe günü özüm yalğız kalsam sırtlağı çıkıp tabiatga qarab balalarga gap qandak. Mana mama o palanchi keldim, sizlarmi bu yerda o'zini olgan bo'lsanglar, Kanada degan mundaq davlatga aytdim, chiroyli davlatga deb o'zim so'zlab, ashunda bir kunlarni boshdan ko'chadim. Ham keyin bir yil ziyoratchi tadqiqotchini bitirib, vatanga borgandan keyin bolalar bilan hamda uchal cho'ng o'g'lim botdi. Biroqlar hamda ko'chman bo'lib, skill worker qatorida ko'chman bo'lib chiqqandan keyin bir oila kishilar chiqqandan keyin bir xil zerikishlik turmushlarni oyoqlashdi. Ondan keyin mening ikkinchi o'g'lim tug'ildi. Bu chaqda oilalarni beqish, bolani beqish, bu ishlar bilan mashg'ul bo'lib, ondan keyin o'qish ishlarimni aldirash bo'lganligi uchun bu zerikishlarni oilani sığınış nimasi asosan tugidi. Lekin hamda vatanda qolgan ota-onamizni, qarindoshlarimizni, do'st birodarlarimizni sığınış yana aytdim, o'timni aytib kuchlikdi. Biz hamda boshqa millatlarga o'xshash Uyg'urlar birga chiqayli desaklar, bu sharoitlar daralla pasport oldigan, viza oldigan sharoitlar bo'lmagandan keyin oiladagilarni chiqayli desak, u chaqda sharoitlarni aytib tasdi.
Pasportunu bergen çağdımı vizini alamaydık. Viz bəsimi pasport birinci qadam pasportunu bermeydi. Moşunaqla qılıp aileliklerini tuqqanlar atladığımız sığınış o'tdi. Yendiler şu meni 6 yıllık doktor o'qish davomida aytdim qiynalgan bir ishlarning birisi. Siz kichik vaqtingizda o'ylagan vaqtingizda eng cho'ng orzuyingiz nimati va amalga oshdimi? Kichik vaqtimda hamda azroq, masalan 6 sinf, 7 sinflarni o'qigandan keyin tabiat darslarini o'tidi, biologiya darslarini o'tidi. Ammo shularni o'tgandan keyin bir tabiatga qiziqish bo'ldi-chu o'zimniki. Vatanda o'zimiz ufqimiz vatanimizniki 60% yerlar qaqaslik, qumliq, 40% yeşilchilik. Aşağıdaki tabiiy bu nima uchun bu tabiat ba'zi yerlar quruq, ba'zi yerlar yeşilchilik bo'ldiganda deb, mushu tabiatga oidmi qizg'inlik batdi menda. Aşağılarda birisi astronomiya o'qisam, birisi biologiya o'qisam deb, shu orzuyim batdi. Keyingi o'qigandan keyin o'rta maktabga chiqdim, o'rta maktab chiqqandan keyin shu biologiya ilmiga teximni qiziqib qoldim. Nima uchun haqlar insonlar 60 yıl yaşaydıgan, nima uchun ömrü mangulik yaşamaydiganda, nima uchun ba'zi odamlar kasal oldu, ba'zi odamlar kasal olmaydi degandek, endi ba'zi narsalar shunday kallam kelib, biologiyaga bo'lgan, biologiya faniga bo'lgan qiziqish nihoyatda kuchaydi. Shunday qilib oliy maktabga chiqqanda men bu biologiya kasbini tanladim. Ham o'zimning shu o'smirlik vaqtidagi shu o'ylagan kasbimni o'qiy oldim. Shu o'zimni xeyli baxtli his qilaman. Şu Pella Akademiyası'ndaki hizmetimni istifa berip, Uyghur Tibabat Tadqiqat Odağı kelip, şu Xalmar Ko'pirlar bilan ishlagandan keyin mening hayotimda bir burilish bo'ldi. O'zimning o'ylagan tadqiqotlarni qila oldim. Mesela necha ming yil burungi shu Uyg'ur tibobati bizning o'zimizning mo'l bir an'anaviy tibobatimizni hozirgi zamon fan tadqiqotlarini tadqiq qilish, ham dorilarni tadqiq qilish mushjatdagi imtiyozga erishdim tadqiqot deymizda. Özüm hem de müstakil bazı temalarını aldım. Şuların asasında bir tədqiqatlarını işlep, muşu cəhətlərdə özümün kəsblər, hayatımda bir buruluş his qıldım deb oylayım vatanda. Ondan keyin Kanadaga chiqqandan keyin ikkinchi burilish nima desa, men ham doktorlikni o'qib bo'lib, ondan keyin doktor aşçılıkni şu Toronto Üniversitesi'ni 5 yıl turgandan keyin Amerika'da Doktor Aziz Sancar Türk bir profesör 2015 yılı Nobel mukofotuna erishgan bir adam var. Şunun qo'l ostida, şunun tajribaxonasiga berib, o adam bilan 4 yil tadqiqot qildim. Ammo shu jarayondami yana mening hayotimda bir burilish bo'ldi. Aşağıda mening tadqiqot temam asosan shu DNA o'zimizning yadro kislotasının zahmi uçuruşu ve onu qandaq o'ngshash, yasash, shu jihatda DNA damage repair. Mushu sohada tadqiqot qildim. Ham bosh shaqtimi mening bir hayotimda bir burilish bo'ldi deb o'ylayman. Ham bu bundaq bir fursat hammadan kelavermaydi. Hamda bir o'zimizning Turkdan chiqqan bir da'liq odam bilan birga tajriba qilib, o odam bilan kunda tadqiqot temalar to'g'ri so'zlashish, ham ular bilan tadqiqot qilish hammadan qo'lga kelmaydi. Mening cho'g'anda shu odam bilan ishlash jarayonimi ishlagan bir shu 2016 yil 9 oydagi boshlagan vaqtim umrimdagi yana bir burilish deb o'ylayman. Xo'shalliqlarni desak, endi mesela aile cihati deyli, bu endi mening shu butun ailemni Kanadadagi bir erkin davlatga chiqib yashatganim, bu yerga kelib ikkinchi bolaning tug'ilgani, hozirgacha oila bilan xo'shal bir o'tayotganim, bu mening umrimdagi eng cho'ng xo'shallik, ham qilgan to'g'ri ishlarimning birisi deb o'ylayman. Mening hayotimda eng pushaymon qildigan deb o'ylasak, endi biz bu yerga ko'chman yashab keldik, albatta inson bo'lgandan keyin hammadamniki ko'ngli bo'ldi, tuqqanlarni sig'ilish bo'ldi. Endi mening ota-onam meni shu 2012-yil oxirisida Kanadaga yo'qlig'i chiqqan, dadam bilan opam. Mening eng shu pushaymon qilganim shu dadam bilan opamni bu yerga olib qolsam bo'pti, Kanadada turdiganga bular qoyil qilib meni ular mangu bu yerda oxirgi umrimni bu yerga o'tkazishga qoyil qilib, ashlan olib qolmaganimga pushaymonim bor. U chog'larda biz Uyg'urlarniki atalar chiqib, qolib qolganlar bor. Etrafımızda dostlarımız var. Bunların atalarını ko'rgandan aytdim, pushaymon qilman. Nima uchun men shu atalarımni bu yerga men ular bilan qilishga olib qolmaganman degan shu pushaymon hozirgacha o'ylasam ko'nglimdagi bir yerlarni tatlaydi ham og'ritadi. Shu 2013 yil 6 oydan keyin ular bizni ziyorat qilib
yo'qlab ketgandan keyin ko'rish baxmadik. Ama hozirgacha shu 10 yil bo'ldi. Men vatanga qaytib baxmadim. Endi mushularni o'ylaganda ko'nglimiz yari-yari bo'ldi. Endi men o'ylayman Kanadaga chiqqandan keyin bu Kanada deganimiz ko'p millatlik, ko'p bir madaniyatli davlat ekanda, dunyoning har qaysi joylardan kelgan odamlarni ko'ryapmiz, xizmatdoshlarimiz bor. Ham boshqa davlatlardan kelgan xizmatdoshlarimizning ham tanishlarımızın atalları şuna asan çıkalaydı ki mesela Hindistan, Pakistan deyimiz, Yaponiya deyimiz. Bulanın atalları kaçan körmendisla şarait bolsam ayrıplan belirtin eplan balları bile köylük ilerleydikken. Biz moşundak çağlarda biz oylap kaldık biz. Ne için bizim atallarımız moşundak çıkımızda çıkamaydı? Ne için biz ne mi kanka moşundak küller kaldık? Ne için başka millet yok şey bizde moşundak erkinlikler yok. Çıkımızda pasportunu elip kötürüp ertesli çıkıdığan. Biz de yaxşı bizden atallarımız 2012 yıl çıkıp bizni yoklap ketdi. Lekin bizden etrafımızdaki nurgun dostlarımız Kanadaga çıkan yaqı vatanga qaytib baxmagan, atalları bilan hattoki telefonda görüşemigen, hattoki atallarının şu ölümüdümü yok, nazirlidimi yok. Moşunda ahval nurgulgan Uygurlarniki köngli sergüreşlerini anlap turatımız. Endi biz yaşagandan keyin Kanadada yaşagandan keyin Kanadaning bütün ahvolini uqqandan keyin mushunaq boshqa yot millatlar bilan solishtirganda ko'nglimiz ba'zi chog'larda nihoyatda yerim bo'ldi. Sizningki vatandagi ish o'rningiz bilan hozirgi Kanadadagi ish o'rningizni solishtirgan vaqtingizdan o'zida nima farqlarni ko'ryapsiz? Endi mening bu kasb hayotim, o'qish hayotim Kanadadan chiqqandan keyin nurgulgan tədqiqat o'rinlarida, maktablarda ishildim. Bunun en tipik misali Toronto Üniversitesi ishildim. Toronto Üniversitesi dunyodagi en dangliq hamda dangliq maktablardan biri. Bu yerda ishlagan vaqtimda shu dunyodagi en top, en cho'qqisidagi tadqiqot xizmatlarini olib ishildim. Undan keyin abay degandek Doktor Aziz Sanjanning yo'lini ko'rib, Amerikaga borib 4 yil ishildim. U yerda shu Doktor Aziz Sanjanning qo'lida ishlagandim. Dunyodagi eng ilg'or tadqiqot fanlarini, eng ilg'or usullardan foydalanib ishildik. Buni vatan bilan solishtirganda osmon zamin farq bor. Vatanda biz ishlagan chaqlarda, o chaqlarda bu sharoitlar onunchilik yaxshi emasdi. Shu bizning bor sharoitimizdan foydalanib vatanda ishildik, lekin endi o Kanadaga chiqib men ishlagan o'rinlar bilan solishtirg'ili bo'lmaydi. Farq xil zo'r. Uyg'urlarning bugungi ahvolini qanday sharhlaysiz? Uyg'urlardan va dunyo jamoatidan nimalarni kutyapsiz? Biz Uyg'urlarniki beshiga kelayotgan kunlar insoniyatning beshiga kelmagan bir tragediya kunlarni boshdan kechiryapmiz. Endi bu Xitoy hukumati yo'shirsin yoki yo'shirmasin nurg'ulg'an ishlar oshkorlandi. Bizni o'zniki Xitoy Jungo girijdani ko'midi. O'ziniki agar girijdani ko'ygan bo'lsa, hozir biz Uyg'urlar mushunchilik kunlarni ko'maydik. O'ziniki girijdan deb turgan bir millatga mushunchilik munosabat, mushundaq muomala qilgan bir hukumat dunyo xalqiga qanchalik muomala qiladi. Bu bizning beshimizda o'ylanishga tegishli ish. Ham Jungo hukumatining o'ylanishga tegishli ishi. Mesela addi misal, eğer biz Uygurlarda her qanday erkinlik bo'lgan bo'lsa, biz abay degandek tuqqanlarimiz, atallarimiz bizni yo'qlab chiqa olgan bo'ladi. Ular bilan telefonda so'zlasha bo'lardik. Xitoy hukumatining o'ynayotgan o'yini bo'lsa, bir mezgil qo'yib o'tadi, bir mezgil bir qism odamlarga viza berish orqali vatanga bordirib, mushlar orqali bizning dunyo jamoatining ko'zini bo'yaydigan ishlarni qilyotadi. Endi bir hukumat bo'lgandan keyin dunyoda ikkinchi milliy armiya jihatda, harbiy kuch jihatda ikkinchi bir cho'ng bir davlat turib, bir kichik bizdek bir millatdan qo'rqib, pasport bermay, chet elga chiqa olmay, shunday qilishning o'zi bir haqsizlik deb o'ylayman. Buni endi bu haqsizlikni dunyo jamoatligi tunib yetishi, cho'nqur o'ylab chiqish kerak. Uyg'urlardan nimalarni kutyapsiz? Uyg'urlardan masalan biz Uyg'urlar kutishim hamda men bir Uyg'ur o'g'li bo'lish nisbatim bilan bir oddiy bir ziyoli bo'lishim bilan butun Uyg'urlardan bo'lsa
jiqaroq shu hozirgi zamon fan texnika bilimlarni egallash aql omri egallash bushlarni ko'proq o'ylasa bir millatning istiqboli aql bilan bilim bilan echildi. Hergizmi osmondan bir kunda ats qo'pib osmondan tushib qolgan ish yo'q. Haqiqiy ter oqqizganda hozirgi zamon bilimlarini yaxshi egallaganda undan keyin bir millatning kelgusi echildi, kelgusi parlaq bo'ldi deb o'ylayman. Ama hozirgi kelgusidagi armonlarni qilsam, endi bizning bolalarning cho'ng bo'ldi, kichigi o'rta maktabda o'qidi. Ham yaqinqi orzuyim shu kichigina bir yaxshi bir dangliq, yaxshiroq maktabga bir o'tib olsa, yaxshi bir kasblarga o'tib olsa, yaxshiroq bir bilim yurtiga borsa deb shu armondim endi yaqinqi armonlarim. Onun için özümdeki kesbi armağanı olsa hem de hazırki özüm işleyotgan tədqiqat temlerimden yeni netice çıksa, jiqaroq maqalalarni e'lon qilsam xalqaro jurnallarda deb shuni o'ylayman. Mushu bizning Uyg'urlarning beshiga kelgan tragediya tezroq bir yo'qab, bo'lsa bizning bu urug' tuqqanlarimiz, och-singlarimiz, qarindoshlarimiz, otalarimizni mush Kanadaga chiqadigan bir mushundaq bir kunlar kelsa deb mushuni eng kecha kunduz o'ylaydiganim mushu. Ham biz mushu özümüzden tuqqanlarını, yıqlarını oylaş, vatanni sığınış hemimizning beşideki bu bir kesel hemimizning. Hem bazı çağlarda özümüz muşu atalarımız Irak'taki vatandaki tuqqanlarını kömegili 20 yıl, 15 yıl bo'lgandan keyin bazı çağlarda oylab, keçilerde uykusuz, keçilerni o'tkazgan vaqtlarimiz bor. Hem arzuyimiz, hem bizmi başka dünyadaki başka milletlerga o'xshash teng baravar bir muamelelik uçurab, atalarımızın bir pasportunu elib, bizmi vatanga atalarımız bir erkin azad yo'qlab boralsak, shunda bir arzuyum var. Endi bu ikkinchi avlod, masalan sizning bolalarınız va yoki undan keyingi uchinchi avlod Uyg'urlar bu yerda yashab qolgan ahvol ostida ko'p millatlik bir davlatgan bu. O'zini saqlab qolish ehtimolligi bordekmi Uyg'urlarning nimalarni o'ylaysiz? Kanada bir erkin demokratik davlat. Her qanday bir millat o'ziniki diniy e'tiqodi her qanday hem de ishlarni qila olayman desa qila oladi. Biz Uyg'urlarniki ama Kanadaga kelgandan keyin o'zimiz oz bo'lsakmi, hozirgacha ana til maktablarini qurdik. Bazı Uyg'ur madaniyat markazlarini qurib, o'zimizning madaniyatni qo'g'dash jarayonida nurg'ulg'an to'plar qo'shyapmiz. Bu ahvolda hamda bizning hozirgi mening ko'z qarashimcha ikkinchi avlod bizdan keyingi avlodlar qolsa Uyg'ur millati Kanadada yo'qolib ketmaydi. Hem hazırki hoş xabar nima desek, Kanada hükümetinin tirişi hem de tasdiqlashi bilan 10 ming Uyg'urni dunyoning har qaysi joylarida akamoqchi. Hem bu 10 ming Uyg'ur kelgandan keyin bizdagi qo'shinimizga texnik zo'r qo'shin nim qilib qo'shilib, biz Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash va tilini qo'g'dash jihatda bir cho'ng qo'shin yetishdi. U chaqda biz texnik cho'ng Uyg'ur maktablarini, Uyg'ur markazlarini qurishimiz kerak, qura olamiz. Uning ishonchimiz komil. Endi shu ishlar bo'lgandan keyin menimcha keyingi avlodlarimiz Uyg'ur tilini va madaniyatini unutkish ishi ko'rilmaydi deb o'ylayman. Agar endi shunda bir fursat kelib qilib vatanga bag'a qaytib ketgan bo'lsam vatanda o'ylaymanki keyingi avlodlarni o'zimning o'qigan kasbi, mushiyatlarda tarbiyalasam, bir oliy maktabda dars o'tsam, yana o'zimning o'ylagan, tugatolmagan tadqiqot temalarim bor, nurg'ulg'an sirlarga ichilmadi, masalan Uyg'ur tibobat to'g'riliq, Uyg'urlarning uzun umr ko'rish to'g'riliq, mushu jihatlarda tadqiqotlarni elib borsam, ham o'zimning kasbidan nurg'ulg'an yangi avlodlarni tarbiyalasam degan armonim bor. Bu maktabning ismi University of Calgary inglizcha. Uyg'urchalabda qilsak Calgary University desek bo'ldi. Hamda bu Kanadadagi 5 cho'ng oliy maktabning birisi. 5 cho'ng oliy maktab deganim hamda masalan doktor tarbiyalaydigan, meditsina jihat doktor tarbiyalaydigan maktablarni tizganda shu 5-o'rin turdi. Odatda oliy maktablarni biz doktor tarbiyalaydigan, meditsina jihatdagi doktorlarni tarbiyalaydigan, tarbiyalamaydigan, undan keyin fan texnika masalan o ash jihatda nim qilib tizimiz maktablarni shunday bo'lganda University of Calgary Kanada bo'yicha 5-o'rin turdi. Birincisi bilganlarda University of Toronto, ikincisi University of British Columbia, McGill, University of Alberta, University of Calgary. Moş bo'yicha tizilib keldi. Shu bu maktabning doirasi keng. Asosan bu maktabning tarixi 120 yillik tarixi ega.
Men endi kep başta bu o mektepke 2019 yıl kep biyologiya nima Department of Biology biyologiya fakültetida ishildim. Onun qarmog'idagi bir fan texnik şirketida ishlab, u yerda yuqori darajalik tadqiqotchi ham taraqqiy qildirish deymiz, research and development science ishlab, undan keyin o Covid epidemik boshlangandan keyin, ama kasallik tarqalgandan Covid boshlangandan keyin bizning shirkat tarqaldi. Undan keyin men maktabniki hozir endi o meditsina fakültetining qarmog'idagi bir bolalarniki menisini tadqiqot o'rnida oliy tadqiqotchi bo'lib ishlayapman. Bizning mening asosan tadqiqot qilgan nimam endi bu bolalarniki menisini shu tug'ma taraqqiy qilib kasal bo'lish, yaxshi taraqqiy qilmaslik, palash tug'ilib qilish bolalarning menisi mushlarniki molekulyar funksiyasini tadqiq qilamiz. Masalan, Parkinson disease deymiz, Alzheimer disease deymiz, minoskopi deymiz, bolalarning menisi kichik bo'lib qolgan, cho'ng bo'lib qolgan, ashlarniki olib kelgan kasalliklari mushlarni asosan tadqiq qilib, mushlarni tadqiqot deymiz ishlayman. Undan burun ham men maktabga kelishdan burun mening asosan tadqiqot yo'nalishim DNA hamda o yadro kislotasiniki buzilishi ham yasalishi, shuning funksiyasini tadqiq qildim. U asosan rak munosabatli tadqiqotdi. Miya kelgandan keyin abay degandek odamlarning mengisidagi bo'lgan kasalliklarni tadqiqot qilamiz. Shu asosan shu. Demni vatenden ayrılış aldı da vatenden çıkan hem niçin çıkımız dese bu bir Uygur medeniyetini tanıştırılan bir küçük resim cevherengen yani özümüzdeki dolan meşhur bir Uygurlarning meşhur medeniyetlerinin birisinin dolan meşhur bir köründüş kılıp işleyen gilemke şunu bunu hem de Uygur medeniyetini tanıştırış için başka milletlerle öykürüp kalsam da bir köstüp Uygurlarning medeniyetini Uygurlarmandak millet mındak bir medeniyetlerini yaratkan mındak bir medeniyetlik milletli köstüğünga şu müşege tamga alaydık bir isim koyduk. Bu bir Uygurlarning medeniyetini köstüğün bir körke. Adette öyde köprek neyim meşgulatlar kılsız vaxtınız qandaq ödüdü? Xizmat kelgandan keyin odatda shu bolalarniki hozir kichik o'g'il o'rta maktabda o'qiyotdi. Shuning azroq topshiriq maktab mehmonini tanishtirgandan keyin uni azroq chiniqish qilamiz, endi kichik bir soat. Undan keyin tomoq yeb bo'lgandan keyin o'zimniki yozdigan, ko'rgan materiallari, shu kunlik qilgan tadqiqotlar, ya'nisi ko'rgan maqolalarning qisqacha mazmunini to'plash, shu ishlarni qilamiz. Ondan başqa hozir men Kanada Uyghur Akademiyasining raisligini ishlayapman. Ba'zi chog'larda shu yig'in bo'lib qoldi bizning akademiya a'zolari. Ondan keyin Uyghur Akademiyasi, mesela Dünya Uyghur Akademiyasining yig'ini bo'lib shu akademiyaning ishlarini, shu to'g'ri ishlar, mesela projekt yo'llaydigan ishlarni qilaman deb tushundim. Endi ondan sirt shu anda yetishdi bir 1-2 soat vaqtim bo'lsa, shu kitaplarni ko'rish, tarixiy Uyg'urlarning tarixiy kitaplarni ko'rish,
müşahidelerde hem de meşgul ettirdim. Benim hem de şu ne çıkarttım hem de kayıt okuyan kitaplarımda, tarihi kitaplarda mesela Abdülhamit Gür'deki İz roman deyimiz, Oygagan Zimin, Zordan Sabır'ın Anı Yurtta roman deyimiz, şu kitaplar var. Hem de bunun içinde ben bir nesne göstereyim, neydi Ahmet bir resim var. Ben rahmetli bu Zordan Sabır akımız bilen ben Şanghay'da okuyan çağda şu tarih işlerini, şu kitapını yazıştaki tarihlerini soruşturuşlar ne izlep bu Şanghay'a kelgen çağda şu Derya deniz boyida Hongpu canı koydu Xitayning Şanghay şu yerda ko'rish qilib bu odamlar tushgan bir rasmimiz bor. Buni men hozirgacha nihoyatda ahmetlik bir ish sifatida saqlab kelyapman. Shu nihoyatda menga shu ish mening beshimda o'tgan Zo'rdan Sabir bilan birga rasm tushgan. Bu 1997 yili 12 ayning 3-kuniga shu nihoyatda ahmetlik bir Ondan sırtımda benim okuyduğum kitaplarım asasen ben Uygur'un şu tarihleri ve kızgıma ecdatlarımızda onun keyin İstanbul'da çıkan Uygur tarihleri kitaplar olsa ekeldirip aşılarını okuyma. Ama kitap olsa yakınçıda ben şu İstanbul'dan Türkiye'nin İstanbul'dan ekegen Şarkı Türkistan degen namdaki kitap ki bunu Habibullah Muhammed Harim yazan ki. Bunu asasen şu 20. 30. yıllarda 40. yıllarda bo'lganmış Qumul inqilobdan tortib 2. Cumhuriyetgacha bo'lgan ishlarni o'zbekistondan ko'chirgan ishlarni yozibdi. Aytdim birinchi qo'l material asosida o'zi shu Xo'jaz Hajimniki sardishgan. Shunga bu odam shu o'zimizniki pishqadam inqilobchilarimiz, dohiylarimiz shu birinchi ularni aytdim yaxshi taniydi ekan yaqindan. Shunga bu kitobni aytdim meni jalb qildi. Şu hazır mı kitapını okuyup azırak ahır kısmı okuyup kaldı. Şu muşuna kitaplar amarak adetti. Kesbi kitaplardan başka. Özümüzden tarihten başka hem de yine iki kitap var. Bir yerde birisi David Brophy yazgan Uyghur Nation diyen kitap ki. Bu Uygurlardaki şu 17. 18. asırdaki Uygurların hayatını düşünüşte aitim ehemmiyetli rolünü oynamışlar. Hem de bu hem de bizden Uyghur yazgıç mesela bu İngilizce yoki bo'lmasa shu Yevropadagi yozgıç bo'lganligi uchun boshqa millatlarning bu Uyg'urlar qanday qaraydiganligi, qanday tushunadiganligini bilishda bu meni aytdim bir birinchi qo'l materialga. Mao o'ng tarafidagi bo'lsa Wine Basket degan bir kitobga bu amerikalik bir xonim Josani Lavalley degan shu ayol Xotanga o'zi berib, Xotanda turish jarayonida shu har yil yozda bir 2-3 qitim bor ekan berib Aşı Xotan'daki bazardaki Svet okuyduğun, Svet satılan kızlarındaki hikayesini ak görünüş kılıp durup yazgan bir hikayesiken aşağılarda başta koşuyor. Bizden Uygurlarla yazılardaki Uygurlarla oturmuşlar kandak olduğu ailedeki ballarla atlarla nasıl kandak olduğu ama şeydeki Uygur'da halının şu hayat geçiriş için şu Svet'ne tokup durup azrak olsun pul tepip şu hayatını kandaylığı aşağılardaki şu 9. yıllardan başları 9. yıllardan ahırındaki Uygur rayonundaki turmuşunu aks ettirgen kitapga menimcha bo'lsa men Uygurlarni o'qib o'qishni tavsiya qilaman. Mao ikkisini mening yaqin do'stimning opasi şu do'stimiz men chiqishdan burun bir kesamda tuyaktibdi shuni bir aslaga chiqayapti, bu tek yostiq demiş belgen. Ama o yostiqlar bo'lsa qumulniki chashma yostiq deb qo'yamiz. Shu qo'lda ishlangan gul qumul shu bizning vatanimizda shu qumulda tikildi bu. Shu vatandan ayrilishdan burun elib chiqqan. Buningda mening tushuncham shu qumuldagi chashma tabiatni ki suratdagi gulni oq ko'rinish qilib tikildi ekan. Bu asosan shu biz Uyg'ur millatiniki şu tabiatni qanchalik so'yadiganligimizni, qanchalik asraydiganligimizni shu mo'shundan ko'rib turoldim. Buni necha ming yillik tarix ega bu qo'l hunar va san'atimiz, madaniyatimiz. Shu buni biz alayda naytib e'tiborli bilan ishiltimiz. Odatda shu aziz mehmonlar kelganda undan keyin qo'yib shunday odatda shu şey tiz qo'yib bir uyning ko'rkisi qatorida tiz qo'yamiz. Bir qumulun madaniyati, qumulun yerlik madaniyati deyli.
12 muqamdaki sürtüşülgen dapke. Bu hem de köpünçü Uygurlarning uyida bor. Biz ham naytı dağınıq bir resim. Şunu onun ki bizning rahat deymizmi edi Uygurlarning. Şuna kichik bir ko'rgazmadek qo'ydik bu yani. Uygurlarniki ataqliq bir ko'p ishlatiladigan sozlarning birisi Rahab. Rahabning modelliki. Endi o'shini biz bunga tizish orqali bizden boshqa do'stlarimiz, xizmatdoshlarimiz kelib qolsak, Uygurlarning shunday sozlari bor, buning ismi Rahab. Manda sazlar çelindi deb o'shani tunishtirishda shu meyek tizib qo'ydik. Ham bolalarimiz bu Uyg'ur madaniyatini unutqanmisin deb, haqiqatan ko'rsa Uyg'urlar mana sazlar bor ekan deb, ko'rsin deb mishak tizdik buni. Voy sen bütün yığıp aldın mı bu madalyonlar? Ne degan jiq bu? Bozordan setib olmagansan? Bu yaşın küçük durup nemi madalyonlar bu? Süzüş medalları. Kaç yaşında başladın süzüşle? 6. 6 yaşında başladın. Oo, hem de boynun. Siz çendirip bir bu nemi madalyonlar oğlunuzdan ki? Ben de küçük oğlum Daniyar bu 5 yaşında başlap bunu kesbi süzüşke bergen. 5 yaşında başlap hazır hesapta 12 yıl oldu. Şu bazı etkileri şunda qattiq meşq qildi. Hazır endi buniki Calgary University'deki şu nemesde clubda söz atıldı, kesbiga sözish. Bunun endi olimpik sınaq nemesi müsabaqası düşüşke yani 0.8 millisekundga tirsa olimpiyadagi şu sınash müsabaqasiga tushalaydi. Hazır qiladi. Şu bunun hazır 12 yıl jarayonda olgan her türlü müsabakalar mesela Amerika'da turgan çağdama Amerika'daki müsabakalar şu ülkelik müsabaka deymiz, şehirlik müsabaka deymiz. Bu şehirler algan metalları hazır. Neçe tal madalyon aldın hazır? Tahminen sanap bulanmaydigan mı? 30-40 tek bak ya. Altın, gümüş, her xil. Wow. Bu ülkelik yılki müsabaka düşkende algan Alberta'daki birinci altın metal erişken müsabakası ki. Biz North Carolina atılan Amerika'da Amerika'daki Cənub tarafındaki ülkelerden mesela Georgia deyimiz, North Carolina, Florida mesela ki balalarla düşkende algan altın metal ki dersin. Şu her altınları. Üçüncülü vatandan ayrılış çağda Kanada'ya gelişten burun yurtumuz komuluğu verip bütün aile boyunca düşken resim dadam apam adam hem singlim şu beşimiz düşken resim hatır resimdi. Bu resimde düşkülüm hazır 20 yıl oldu. 2003 yıllık resim. Bütün ailenin düşken resmi. Bu bizden Türk dünyasından çıkan atağlık büyük alim Aziz Sancar Nobel mükafatına erişkenden keyin 2015 yılı men Aziz Sancar bilan 4 yıl
tecrübesinde yetekçilikte birlikte işledik. Şu işleş çağında şu Nobel mükafatından tutup bir resim çoğalttım. Bu benim hayatımdaki en baxtlı günler hesaplandı. Dünyadaki başında Türk'ten çıkan en ataklı alim bilen bir işleş bana bir nasip oldu. Ama bir şunda baxtlı ki özümle hesaplayayım. Şu resim hem de 2018 yılı şu birlikte işlev atkan çağda Amerika'da Aziz Sancar'daki işhansı düşken bir resim. Doktor Aziz Sancar. Endi ma bolsa bu şu biz şu Aziz Sancar'daki teklifi bilen özümden iltimas kılışı bilen şu University of North Carolina'ga bağlan çağda bu bütün ailemiz o yandan ayarlarım küçük oğlum Daniyar üçümüz bu şu Türklerdeki bir festival devlet kurulgan günüde Türk öyünün aldıda hatır resimgi düşken vaktimiz şu oturdu kızıl mayki kiyginimiz Aziz Sancar. Aziz Sancar'ın kiyigini ama o Türklerdeki futbol komandasındaki vartanın kimike özüne aitti mi şu Türklerdeki futbol okuşlarına bak köngül bildi. Şu an daima şu maykisini ki yürüydü. Niye de bizdeki o yurttaşlar, mahaldaşlar, hoşlar çıkarız. Örümçedik şu çağda vatenden çıkıştım burun en ahırkı minutlarda şu düşken resim ki. Ama hem de şu sünnet toyda küçük balalar dostları dilyarı küllen tağırım qottan görünüşke. Ama o bolsa hem de Madaniyan'daki çoğun bu da koyumuz. Aygül tarafın ayalım tarafın ben onda daha şu şartı düşken sünnet toyu düşken resim ki. Ma Şanghay'da okuyan savaşlarından da bir düşken resim ki. Şu resimler bu şartda naittim o uygulanan ananesi bu içi resim sünnet toyu merkezi kılıp düşken resimler. Bunu ben yeni hizmet çıkanda atılmış Şincan Abdumrayni Hel Akademisi'ge hizmet düşken. Şu şahadaki benim hizmetdaşlarım. Bular hazır Abdumrayni'de pentexnik cihetlerde nait ilgar, mühim orlarda baş olup işlavadı da hazır. Şu şahadaki esliler bu naitim köngüllük bir esliler olan. Şu şahadaki çoğun ziyarlılar uyguladığın için çıkan şularla birlikte hizmet kılan köpeymiş kademlerimiz hatta ki Taşkent, Moskva, üniversitemiz meşalerde okugan bir kadem ziyarlar var. Şu çağlarda şuların arasındaki bir kısım ziyarlar bilen düşken resim öğretmenlik uygulanıyor. Abdurrahim Ötkür'ünki iz şiirine iz koydum. Ben bu şiir bana ait tesir kıldı. Anlaşılan qaraganda rasmi yolğanlığı bu vatanda hazır çekilipti bu şiirini yadlaşma. Lekin bu şiirini men oçuganda bütün xalq şu izlişte özünün erkinliği etilip atkan milletlerge to'g'ri kelgan bir şiir deb o'ylayman. Bu şiirning mazmuni nima uchun izlaymiz deganda şu Abdurrahim Ötkür deydiki şu Uyg'urlarniki yoshları o'zimizning ajdodlarning izini davomli mayli erkinlik erishish, sho'rlik erishish bo'lsin, mush jihatlarda millatning istiqbolini asli keltirish va ajdodlarimizning yurgan izlaridan iz bosar o'tmaylar deb shu uch mas'ul she'rni bizga qoldirgan. Hozir men bir deklamatsiya qiray. Abdurrahim Ötkür yosh idik, mushkul safarga otlanib manganda biz. Endi otqa mingudek bo'lib qoldi ana davrimiz. Az idik, mushkul safarga otlanib chiqqanda biz. Endi cho'ng karvon ataldik, qoldirib cho'llarda iz. Qoldi iz cho'llar ara, goyi davollarda yana. Qoldi nini arslanlar dashti cho'lda qabrisiz. Qabrisiz qoldi demang yulg'un qizargan dalida. Gül çiçekке pürkünür tongni baharda qabrimiz. Qoldi iz, qoldi manzil, qoldi uzoqda hammasi. Chiqsa bo'ron ko'z qumlar ham ko'milmas izimiz. To'xtamas karvon yo'lidan garchi otlar bak quruq, topqisi hech bo'lmasa bu izni bir kun navrimiz yo avrimiz. Ama Abdurrahim Ötkür, şu Turg'un Almaz deymiz, şu bir qator qadam shoirlarimiz Uyg'urlarniki şu ro'yini o'rgatishda eng fidokorlik bilan ishlagan adiblarimiz, olimlarimiz. Bu olimlar bo'lmasa hozirgi yoshlarniki şu millat so'yar, millatni uyuldirilgan, oqartirilgan millatlar bo'lmaydi. Endi yana bir tarafdan Abdurrahim Ötkür'ge o'zimning shaxsiy bir mehribon desam, bu Abdurrahim Ötkür mening o'zimning cho'ng dadasi, bumiz, qumuli bu deymiz, dadamning dadasi. Bununla kiçik vaxtdan başlap adaş deyişi bir məlli çoğanke.
Abdurrahim Ötkür komunda İsmail Çoğunbaş deb oşlanan ailesinde çoğun olan adam. Çünkü buvam bile küçük vaxtıda naitimi adaş deyişip ötken bir tang çoğun olan ballı vaxtıdaki dostu boğalığı için Abdurrahim Ötkür'ge alaydı hürmetim var. Abdurrahim Ötkür vefat bolğan çağda Ürümçi'de buvam alaydı komundun özü yoklap 75 yaşında alaydı Ürümçi'ge şu vefatıga çıqqanım bolmuş. Şunda bir əslim var. Şu Abdurrahim Ötkür'ge bolğan mening mekrim muhabbetim naydı çoğunqur. Kaldı yetimle ara Gahi devalla dağınız Kaldı yedi arzlarla Deşti çölde perdesiz Kaldı